Çöpbilek kenti. Marvoyit mevasini tepib kelib, tosh odamni o'ngishli qutqizgandan keyin Xaybov atritidagilar yana zerakchoqlarning qimmatli kitobini tepish safariga otlanib, Shamol Chohbilak kentiga mangdi. Nime degan chiroyli. Bek chiroyliqkan. Nima degan gap Chohbilaklar bu? Yeydigan obdan narsalar bormidi? Kompüterimga hammasi tugidi, qolmadi yo'q mana. O beshim o'tirib atgan tursa. Siz mendan kechirim so'rashingiz, ham kompüterimni to'lab berishingiz kerak. Yana cho'k kompüt, qosqonliq monta, birinchi qalamchisi, prani yana. Bu narsani o'zing yeb tugatgan u. Nima cho'noq so'rayapti bu? Bek o'maq kim? Tinchlikmi? Mening ismim Xaybov. Kechiring Xaybov, hozir buning ko'ngli bek yerib, u do'stini seg'inib ketyapti. Uning do'stini demsiz? Uning do'sti boranqish yo'qib ketgili bir necha kun bo'ldi. Rivoyatga ejdaho tuxumini bo'g'imro. Men keldim. Ben geldim. Orhan koş. Bunun özünü bir körüsüp koydun. Ejderha tuxumidan chiqqan bağımını mağlup kaldık. Ben seni onu tutmadım. Ben onu uçkuydular. Anda kaldım. Kızmam. Boran kuş şamal boran çıkırıp da yürüydiken. Ben amal kılamadım. Boldu kız vurma. Ben hata kıptım ben. Vay boldu kız vurma. Qandaroq, yana ahvol bayqaldimi? Boshliq, Xaybov atirdiliklar bu yerga kelib qopti. Ular oxiri keldi-da. Men ularning bo'ron qush tarafidan uchirilib ketayotganligini ko'rishni orzu qilyapman. Qandoq dedimi yo'g'oningiz? Boshliq, pek yomon kelsiz. Bo'ron qushidan foydalanib, ularga taqabul turishni o'ylab tepsiz emasmi? Albatta-da. Bu qitim Xaybov atirdiliklar men bilan birga Hasan shahriga yo'q bilan qaytdi-da. Çölgedek neymiş bu oldu? Yo'g'ani qiz, bu zada qanday qo'sh? Darhol uning adabini bergin. Bu nesbas qurjoyda turg'um yo'q, faqat turg'um yo'q. Mana shunday bo'pti. Bu yerdagi kishilar boran qushning mushayib yo'qib ketganini ko'ribdi. Shundan keyin bu yerda uni hech kim qaytib ko'rmadi. U bo'lmasa kentimizda shamol chiqmaydi. Shamol chaqirigimi cho'g'ilmaydi. Kishilarning normal turmushiga ta'sir etyapti. U sizlar uchun shuncha muhimkanda? Shundoq, u bizning yaqin do'stimiz edi. Biz hammamiz undan ansirab ketyapmiz. Pipi, zerakchoqlarning ko'z uskunisini ishiltib baqqan. Bo'ron qushni shuningdan izlab boqayli. Hey, o ormanlıqda yoldan ezib qolganmidi yoki boshqa joylarga yaxshi yemeklarni izlab ketib qolganmidi? Meni demoqchi, bu o'g'lim ish qilib buningga hech bo'lmagandi deyman-a. Xalidish, buningda hech qanaqa signal yo'q-ku. Ko'pchilik ketib qolinglar.
Boran qush. Qushlar sistemasining zirakchaqi, shamolni qo'g'daydi. Asosliq mahorati bo'ron chiqarish, ho'kirab quyun paydo qilish. Boran qush. Unaqa ne bo'lgandi? Nim bağadı o demsizlar. Elbette biz bilan bir yo'ldagi ziyrakchaqlar oylandi-da. O hozir bizga o'xshashlar, rayimsiz eski bo'lib ketdi. Boran qush xokkesini yaxshi do'sting-ku, uni unutib qoldingmi? U nimishqa bizga pisand qilmaydigandu? Ochiq magnetik tizginlash uskunasi orqali bo'ron qushni tizginlayapti. Hazillik qo'yib. Bo'ron qushini bizga qaytirib-da. Qaytirib bermayman. Agar rezil bo'lmasam sizlarni qanday mag'lub qila olayman? Bo'ron qush ularni uchirib esa shakliga olib kiribdi. Bo'ldi qanday boshliq. U menga o'xshash bir qush. Uningga o'zim aytay, bo'ron qush shamol chiqarib ularni uchirib ketgan. Takrak uçurup esen şehirge apırıp etti. Ko'pchilik tezroq amalni qilsalarchi. Qaybol, bizni avval topayli, o'tishqoga yordam qilayli. Ma'qul. Men tushundim. U bo'ron qushining bu harakatini to'smoqchi bo'lmoqdi. Qanday qilamiz? Yuqoriga uni tezroq chaqirgin. Bo'ron qush, tez ularni uchirib apirib. Bo'ldi, valashima, bozman chaqirmoqchi. Pek yaxshi bo'ldi. Samara qo'shib tezsingdimi? Tushundim. Bo'ron qushini chaqib xatga asliga keltiribdi. Ularning uskunasini endi o'tkazilmaydi. Sizlar mening tizgilash uskunamni boshchaqlab qilyapsizlar, ha? Bo'ron qush! Bo'ron qush! Siz ularni uchirib apirib. Voy ablaqlar, esingda tutosh, men yana kiraman. Bu qanchalik kichidi. Biz iliq ishkabnaqni yana mag'lub qildik. Yana texnika hammaylar yaxshi emaslarni yeb kelib bizga rahmat aytdi-ku. Sen ishni bilamsan? Attiga sizlarni to'p soqa yetibdi, yana kompyuteringlarni chechib yetibdi. Rostdan kechiringlar. Buni sizga sovg'a qilay. Buni genetika kishilar shamol chaqbiligidan foydalanib, ezib yasab chiqqan. Buni Qo'doq ilivagin. Bo'ldi, hijr bo'lmag'in. Amsa rahmat. Haki.
ko'rgileydi ekan-da, bek chiroylikan. Hey, babamız bu kene diqqat qiling, ha? Bu ne?